Bugun sizlar bilan eng tez semiradigan va eng ko'p vazn oladigan qo'y zotlari haqida gaplashamiz. Men bu ma'lumotni sizlarga 40 soniya ichida aytib o'taman. Sizlardan esa kommentariya va like bosib qo'llab-quvvatlashinglarni kutaman. Bu qo'y zotlarini top 5 ta o'ringa bo'lib chiqamiz. 5-o'rin o'zimizning jaydar zotli. Eng chidamli, parvarishi oson bo'lgan, semirish tezligi sal pastroq bo'lsa ham 100 kilodan 140 kilogacha ves oladi. 4-o'rin Arashan zoti. Arashan zoti kelib chiqishi Qirg'izistonga taqaladi. Hisor va Afg'on qo'ylarini chatisish oqibatida seleksiya yo'llari bilan chiqarilgan, tog' sharoitiga mos, vazni tez yig'adi. Vazn yig'ishi 120 kilodan 150 kilogacha. Top 3 talik, 3-o'rinni Dorper qo'yi boshlab beradi. Dorper qo'yi go'sht uchun maxsus yetishtirilgan zot bo'lib, yog'i kam, go'shti sof protsenti 70 kilogacha, 70% gacha beradi. Tez semiradi. Tirik vazni 120 kilodan 150 kilogacha to'g'ri keladi. Bu ma'lumotni o'qiganimdan keyin ikkinchi o'rinda Edelbay zotini ko'raman deb o'ylamagandim. Edelbay zoti Arashan va Dorper qo'ylaridan ham ko'proq vazn yig'ar ekan. Toza qirg'iz qo'ylaridan hisoblanar ekan. Vazn yig'ishi 120 kilodan 160 kilogacha va undan ham yuqori bo'lishi mumkin ekan. Toza go'sht berish foizi 60%, 65% gacha keladi. Birinchi o'rin ichimdan oldin sizlar like bosib, kommentariya yozib ketinglar. Agar obuna bo'lgan bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan ham yaxshi foydali ma'lumotlar faqat bizning kanalda bo'ladi. Birinchi o'rin o'zimizdan albatta Hisori qo'ylar bo'ladi. Hisori zoti o'zimizda Surxondaryoda paydo bo'lgan zot bo'lib, eng ko'p ves oladigan va eng tez semiradigan zotlardan biri bo'ladi. Ko'rinishi uzun, limuzin qo'y deb aytadi ko'pchilik. Ves olishi 120 kilodan 160 kilogacha, hatto undan ham yuqori kilolilarni ko'rsak bo'ladi. Men shaxsan o'zim 180 kilo, 2 kiloli Hisor qo'ylarni, qo'chqorlarni ko'rganman. Bilaman, hamma har xil o'ylaydi. Kimdirlarga Arashan zo'r bo'lsa, kimdirlarga Hisor qo'ylar bo'ladi. Kimdirlar Dorper qo'ylarini boqib 2 kilogacha ves ola olaman deb aytadi. Lekin bitta narsani aytish kerakki, bularga agar o'z vaqtida ovqat berib, mehr bermagan bo'lsa, hech qaysi qo'y ves olmaydi. Qanaqa ves qo'chqor semirtirish kerak, nima yo'lda boshlash kerak, bizani tomosha qilinglar. Bundan yaxshi ma'lumotlar sizlar uchun beriladi.